Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Ushbu kontentimizda donolar bisotidan hikmatli duru javohirlarni sizlar bilan baham ko'ramiz. Har qanchalik bizning ko'zlarimizga g'animlar tikan sanchmasinlar, biror kishining qalbiga qasos tarzida tikan sanchmasdan yashab o'tdik. Sening tasavvuringda garchi bizdan-da ko'proq yaxshilar bor ekan, biz seni bu dunyoda yaxshi tanimas ekanmiz. Birovning aqli bilan va voajab menga pand berishsa, hoy hoja, yo'lingdan qolmassanchi, oshiq pandu nasihatga e'tibor etmas deyman. Gar men kabi ushbu tuzoqqa tushsang edi, o'ta bijg'igan bog'daga aylanib jomga tushsang edi. Biz oshiqlar mast-alast bo'lib olam otashida kuymoqdamiz. Badnom bo'lmay desang, biz bilan o'tirmag'ay eding. Bu dunyoda hech narsa hamisha yomonlik va yovuzlikdan omon qolmas. Hatto bizning o'zgalarga yetkazgan azoblarimiz ham. Shijoatli inson faqat bir bor o'lur, qo'rqoq esa o'limidan avval 1000 bor o'lur. Meni uyqu eltmasa, yor xarid qilmasa, o'lim meni olib ketmag'ay tark etsa, ey voh, men shunchalik ham bebaho bo'libman. Ay ko'ngil, bu foniy olam bir dona tariqqa ham arzimas. Bu dunyoga kelish va uning qiyinchiliklarini yengib ketishga arzimas. Hayoting davomida 100 yil shahdu shakar rohatda yashasang-da, bir soatlik o'sha shirin joningni olinishining achchig'iga arzimas. Qachonki qashshoqlik ro'zg'orga kirib kelar ekan, oiladan mehr, oqibat, ishq, muhabbat, sadoqat derazadan chiqib qochajak. Bilursanmi, biz nega bunchalar tashvishlarga sazovor bo'ldik? Qilmagan gunohlarimiz uchun jazolarga mahkum bo'ldik. Ilmu fanni qatl etdik, ma'naviyat, ma'rifatni dorga ozdik. Cheksiz xurofotlarning nihoyat quli va asiri bo'ldik. Hamma joyda rang do'konlari ko'p, ularda ranglar sotiladi. Mening qalbim singan shisha oyna uchun achishadi, negaki hamma tosh sotadi. Chetdan kuzatuvchi bizning sodda qalbimiz lavhiga bitilayotgan dardni sezadi. Har bir do'kondor o'z molini nechog'lik o'ta chiroyli, jozibador ta'rif ila sotadi. Yo Rab, men qo'l oyoq holdan toyib yiqildim. Bormi bu ishq yo'lining intihosi? Xo'sh, sifatlilar bozoridan so'rang, bormi dil jinsining bu dunyoda bahosi? Yosh va keksa bo'lsang-da, tuni kuning osuda, bizga tun bo'ldi va kun keldi. Ammo qazoi qadar bois biz uyg'ona olmadik. Agar o'limingdan so'ng odamlar yodidan o'chmayin desang, o'qishga loyiq bo'lg'uvchi bir narsa yozgin yoki shunday bir ibratli ish qilginki, uni yozish uchun munosib bo'lsin.
sirlaringni dushmanlaringdan pinhon tutmoqchi bo'lsang, u haqda hech ham o'z do'stlaring huzurida fosh bo'lmasin desang, uni tilga olma. Umrim orzu umidlarim yo'lida zoyi bo'ldi. Bu falakning aylanishidan o'zidan ne naf bo'ldi. Har kimga men sen bilan do'st bo'ldim desam, aksincha u menga dushman bo'ldi. Ey soqi, quy manga mayni bu holat manga ne tole bo'ldi. Ishq shundayin dog'ki, o'lim kelmagunicha yo'qolmas. Ushbu dog'dan bir nishoni har bir insonning chehrasida bordir. Hayot aslida bir yuk bo'lib, mening safarimda hamrohimdir. Yo'l yururman-u, manzilimga qachon yetishimdan xabarim yo'qdir. Noumidlik keksalikdan qo'rqinchliroqdir. Qariganda jismimiz holsiz zaif bo'lg'ay, umidsizlikdan esa ruhimiz susayg'ay. Bir zamonlar Amerikaga borganlarning hammasi oltin izlashgan. Ulardan faqat bir kishi puldor bo'lib boyib ketgan. U barcha tilla izlovchilarga faqat bel sotgan. 100 minglab og'uli tillardan jarohatlar olgan bo'lsam-da, Xudoga shukr, hamdu sano, hanuz tirikman.